Assalomu alaykum hurmatli Ziynat uy-joy savdosini aziz va muhtaram kuzatuvchilari. Bugungi obzorimiz Farg'ona shahrida shunaqangi bitta joydaki, pakana emas, Farg'ona shahar bo'lib, shahar emas. Shunday Zakanaldi kurugidan shu pakana tomonga qarab yurganimizda o'ng qo'limizda kottejlarda bo'ldi. Maydonimiz old sutiy, rayonimiz juda ham tinch, gaz, svet, suvdan, kommunikatsiyadan hech qanaqa muammosi yo'q. Mana kirib kelishimizda kattagina koridor qismi bor, kutib oladi. Koridorlarning oyoq taglariga laminat qilingan toza va pokiza. Kirishimizda birinchi o'ng qo'lda oshxonamiz. Oshxonamizni qaranglar, oshxonamizdan kenggina oshxona jihozlarimiz qoladi. Qolgan hamma narsalar ochib ketadi. Yaxshi eshiklar qo'yib berishgan. Mana oshxonamizdan tashqariga chiqib ketsa ham bo'ladi. Bundan keyingi xonamiz mehmonlarga mo'ljallangan keng va yorug' mehmonxona. Ko'ringlar, hamma nimalari pishig'ishdan bo'lgan. To'laqonli pishig'ishdan qurilgan. Mana akvaplastdan romlar qo'yib berishgan. Mana akvaplastdan romlar qo'yishgan. Undan keyingi xonamiz sanuzelimiz. Mana sanuzelimizni ko'ringlar. Toza, pokiza. Qaranglar. Sanuzelimizda ham o'zini isitish tizimiga ega. Undan keyingi xonamiz hojatxonamiz. Hojatxonamiz qaranglar, qanaqa pokiza zo'r qilib qo'yishgan remontlarini. Undan keyingi xona ota-onalarga mo'ljallangan yotoqxona. Qaranglar, bu joyda hamma jihozlarimiz chiqib ketadi azizlar. Kelishilgan holatda barcha jihozlarimiz qoladi. Oyoq taglari taxta, pol. Xo'p, undan keyingi xonamiz bolalar yotoqxonasi. Bolalar yotoqxonasiga qaranglar, zo'r. Tashqarida derazalari bor, reshotkalar qo'yib qo'yilgan. Patologlarni qaranglar, balandgina, yumuz keng, yorug' bo'lib turibdi. Xo'p, undan keyingi xonamiz buni endi roditelskiy xona deymiz. Bemalol bu joyga suyanib olib, televizor ko'rib, oilaviy hordiq chiqaradigan joy azizlar. Xo'p, endi tashqariga chiqamiz. Tashqarida hovlimizni tashqi qismini tomosha qilamiz. Mana hovlimizni, ya'ni kottejimizning tashqari qismiga ham chiqdik. Mana bu joyda mashina olib kirish uchun joyimiz bor. Bemalol mashina olib kirsalar ham bo'ladi. Bu kichkina eshikchasi yevromontaj qilingan ekan. Ko'cha remontlarimiz yaxshi holatda. Bu joyda yaxshi suppachalar qo'yilgan. Bemalol kirib, o'tirib, oilaviy yozgi kunlarida choy ichib, chaqchaqlashib o'tirsa bo'ladi. Kattagina mana sahnamiz bor, ko'ringlar. Mana bu tashqari kotelni xonamiz. Ariston 80 tami 3 tali ariston qo'yib berishgan. Akvadan eshiklar qo'yib berishgan. Mana suv chiqarish uchun nasoslarigacha bor ekan. Bu joyimizda tashqari uchun mo'ljallangan hojatxona va sanuzel qismimiz. Mana bu joyda 1 sotiydan oshiqroq, ya'ni 2 sotiyga yaqinroq hovlimiz bor. Bu joyda xohlasanlaring zelyoniy zona sifatida foydalaninglar. Yoki yana qurilish qilish uchun 2-3 o'g'il farzandi borlar qurilish qilsa, bitta joyda aka-uka qolaveradi. Bu joyimiz tashqari uchun mo'ljallangan. Buni yozgi oshxona sifatida foydalansanglar ham bo'ladi yoki yana bitta tashqarida ovqatlangan xona qilib olsanglar ham bo'ladi. Hozir uy egalari bilan maslahatlashgan, ya'ni kelishgan holatda hamma jihozlari bilan faqat maishiy texnikalari chiqib ketadi. 80 ming dollarga beraman deyapti. Jihozlari qoladi. Bu jihozlarga nima kerak desa, spalni garniturlari, oyoq tagidagi gilamlari qoladi. Chiqib ketadigan narsalari xolodilnik, mikrovolnovka, televizor va stiralniy mashinalar chiqib ketadi. Qolgan hamma jihozlarimiz qoladigan bo'lyapti. 80 ming dollarga beramiz deyapti. Ya'ni podrobniy telefon qilsalaring, o'zimiz ma'lumotlar beramiz, tushuntirib kelishadigan joylari bor.